mana bugun bizni Durdona Asal talabam bakalavrga kirib keldilar. Bakalavrga IELTS 6 bilan kirib keldilar. Durdona, assalomu alaykum. Gapiring. Bugun men Koreyaga yetib keldim. Bakalavr darajasiga 6 IELTS bilan keldim. Bundan oldin boshqa agentliklar bilan ham sinab ko'rdim, lekin umuman o'xshamadi. Oxiri boshqa tanishlarimdan O'z International haqida ma'lumot to'plab bu agentlikka keldim va Xudoga shukr bugun vizam chiqdi va tezda yetib keldim. O'qishim uchun. Qancha kutdingiz? 1 yil vaqt kutdim. 1 yilda endi chiqdimi? Ha. 1 yil ichida bir marta отказ olib, oxiri O'z Internationalda bittada o'qishadi. Ha, отказ ham olgansiz. Ha, boshqa agentstvalarda chuv tushirishdi desa ham bo'ladi. Ha, chuv tushirishdi. Pulga kuydirishdi-da. Voy asalim, omad tilayman, zo'r bo'lib keldingiz. Chunki bakalavrda o'qisa, u haqiqiy talaba hisoblanadi-da. Bakalavrda yaxshi o'qisangiz haftada 1 marta yo 2 marta bo'ladi. Undan keyin ruxsat olib ishlasangiz ham bo'ladi. Undan keyin magistratura, doktoratura, ishqilib Koreyada qancha yursangiz bo'ladi o'qimishli odamlarga. Zo'r, молодец. Rahmat. Uydagilarga ko'rishmasa ham salom deb yuboring. Salom hammaga. Ota-onalariga ham salom. Rahmat.